Assalomu alaykum dehqon akalar, yaxshimisizlar, sog'misizlar, salomatmisizlar hammanglar. Bugun ozgina video qilayotgandim, urug'ni uyutyap turdim. Shunga urug'ni uyutish jarayonini ko'rsatamiz, xudo xolasa inshaalloh. Shunga ozgina video qilayotgandik. Mana ozgina urug' olib kelganmiz. Sayizdan olib kelganmiz, xudo xolasa bu yil ham. O'tgan yilgi banka mana o'zi. O'tgan yilgi banka, o'tgan yili mashinada olgandik. Xudo xolasa bu yil ham shundan olib keldim. Dehqon akalar mana 23-yilgani 24-yilga ekkanman. Shunga xudo xolasa bir xil banka bu ham. Bu yil bo'lsa mana 24-yilga mana. Şu yerda 24 deb yozilgan. Mana. Bunda 23 deb yozilgan. Xudo xolasa bir akamiz akadada 25-yilgi tarvuz deydi. 25-yilgi tarvuz dedi o'zi endi ekiladi-yu dedimda. Shu originali bilan originalmasini bankasini tepasida kirishkasida ana ochadigan narsasi 4 ta ko'rsatadi unda. Bunda 2 ta. Manaqa yozuvi yo'q edi unda atrofida. Faqat manaqa banka ochishni ko'rsatib qo'ygan xolos. Xo'p, Masayistga kelgan akalar mana o'sa mana 300 gram. 300 gram tarvuz urug' oldim. Bitta bankasida yarim kilo bo'ladi. 580 ming so'mga hisobda 3 banka oldik. Ko'p olganimiz uchun 580 ming qilib berdi bizga Yangi bozorda. Yangi bozorda yo'lida, vokzalda oldidan o'tganda Andijon viloyati avtoshoh bekatdashi yonidan o'tganda do'konlar bor. Shu yerdan oldik, xudo xolasa. Buni uyutaman, xudo xolasa. Bir donadan ekaman, inshaalloh, xudo xolasa. Xo'p, shunga ozgina video qilayotgandim. Keyin yana bitta narsa, mana urug'. Bu ham sayiz. Bilinyapti, farqi adashmasam, mana qora bo'yicha turibdi, mana u rangi bor. Mana u qanday bo'lsa shunday. Buni o'tgan yili o'zim olganman, yuvib, tozalab. Katta tarvuzlarda 20 kilolik, 18 kilolik, 15 kilolik tarvuzlarda ichidan qolib ketgan tarvuzlar bo'lgan. Ichida haligi paykalda qolib ketadi, bitta bir ikkita ko'rinmasdan. Pishib o'tib ketgan tarvuzlar. Shu tarvuzlarda urug'ini olganman, yorib, yo'nalishi bo'lar ekan tarvuzni. Bunday qilib qo'lingizda, barmog'ingizda chiqarsangiz olinar ekan. Xudo xolasa inshaalloh buni ham ekaman. Yer bor ozgina, shu bir 30 sotikcha yer chiqib qoldi hozir. Ana shu ekkan, mana shu urug'da ekaman sinamoqqa. Xudo xolasa inshaalloh. Bu ham sayiz, o'tgan yili sayiz ekkan urug'imni, mana bu sayizda urug'ini oldim. Endi bo'lsa mana bu originali, bu silliq qandaydir bilmadim. Mana bu silliq emas, g'o'dirasha. Ajoyib. Yarim kilo, yo'q, 1 kilo olganman, 1 kilo. Mana maytda ham turibdi, mana xaltada. Mana. Buni ekamiz, xudo xolasa. Natijasini xudo xolasa videoda oxirida kuzda yo bo'lmasa yozda pishganda ko'ramiz, xudo xolasa. Akajonlar, mana 300 gram sayiz tarvuz urug'. Shuni hozir mana shu shishasini olib qo'yaman, narigin shishasini. Mana shu shishasini olib qo'yaman. Ko'plik qiladi-da bu. 60 sotik xolos. Salkam 250 gramda 60 sotikka ekaman, xudo xolasa men. Mana shu 250 gram keladi, nariga 50 gramcha bor. Tarvuz ko'rsangiz o'rganib qolasiz ekanda, bilib qolasiz ekan. Shunga mana olsa sal kichkinaroq oq urug' oq mana. Bu ummaydi bu. Qora katta bo'lish kerak. Mana shu bir ikkita bari bo'ladi-da, mana qarang. Har qalay yaxshi ekani, qanday urug' kichkina ekan. Qo'yib qo'yaylik. Guruch kurmaysiz bo'lmaydi deydi-yu. Aynaqa bir ikkita siniqlari ham chiqqan o'tgan yili. Lekin tarvuzda hosili zo'r bo'lgan.
saizda. Lekin manaqa tarozurug olib ekinglar, saiz tarozurug olib ekinglar demayman. Men prosta o'zim saiz taruz urug olib ekyapman. Shunga ozgina video qilay dedim akajonlar. Hozir tarozni urug'ini uyutib qo'yamiz 12 soatga. Xo'p, akajonlar, endi mashinga solasiz mana. Suv bo'lsa, oddiy suv, krant suv, shunga uyutib qo'yaman. Xudo xolasa mana. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taolo o'zing barakali qilgin, dehqonchiligimizga o'zing yordam bergin. O'zingni o'ziga muhtoj qildirib qo'ymagin bizlarni Allohim. Yaxshi niyat qilib mana dehqonchilikda Alloh taolo bitta qo'limda videoga olib, bitta qo'limda solyapman. Ming bor uzr, ammo lekin paslariga tushyapti mana. Shunday qilib solinib qo'yiladi. Xo'p, dehqon akalar, bo'ldi mana, yutib qo'ydik. Xudo xolasa inshaalloh ertaga shunaqa paytlarda olib qo'yamiz buni. Mana uyda. Hozir sekin-sekin pastga tushaveradi bu. Uyib. Ertaga mana shu pastga tushib qolgan bo'ladi. Xudo xolasa inshaalloh. To'liq pastga tushib qolgan bo'ladi. Xo'p, shunaqa ekan akajonlar, buni uyutib qo'ydik. 12 soat turadi. 12 soatdan keyin oddiy manaqa paxta material bor. Manaqa paxta materiallikka urab, sop turib, ho'l qilib turib, suvini polnistni oqizdirib olib, buni ho'l qilib turib, sop turib, bitta salafanga solib olib qo'yamiz. Xudo xolasa inshaalloh 2 kun, 3 kunda maytdan shunday nixlab, shu yerdan nixlab anaqa chiqadi. Oppoq chiqaradi. Men shunaqa qilib ekaman. Ko'pchilik uyutib turib ekadi, ko'pchilik uyutmasdan ekadi. Uyutib ekinglar imkon boricha ertaroq hosil bo'ladi. Ertaroq chiqadi demoqchi edim. 2-3 kunlab kutmaysiz, bir haftalab kutmaysiz, 3-4 kun ichida plyonkaning ostidan chiqadi. Agar ochiq eksanglar bir 5 kun, 6 kunda chiqadi. Ochiq ekilsa, plionka ekilsa 3-4 kun ichida manaqa kunlar isib tursa chiqib ketadi. Xudo xolasa inshaalloh. Buni bo'lsa yerim tayyor bo'lgandan keyin, buni yerim tayyor bo'lib, suvni qo'yib olganimdan keyin uyutaman. Mana urug'ni yerini kecha suvini bekitdim. Hisobda bugun bekitdim desa ham bo'laveradi. Bekitgan kunim uyutib qo'yapman, xudo xolasa. Oldindan yomg'irlarda hisob kitobini olib turib uyutinglar. Suvni bekitgandan keyin oldinda yomg'ir bo'ladigan bo'lsa, bu unib ketib qoladi. Unib ketgandan keyin qiyin bo'lib qoladi ekishga. Sinib qoladi uchida manaqasi unib ketib qoladi mana u uchi. Shunga imkon qadar dehqon akalar bilganimizcha Alloh qodir qilgancha tushuntirib o'rgatib boryapman. Bilmaganlarga albatta, bilganlar bizga kommentariyaga yozaverasizlar. Kommentariyani ham qarolmasam, o'qolmasam ming bor uzr, hammanglardan uzr so'rayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bilmaganlarimizni o'rgatasizlar, bilganlarimizni sizlarga o'rgatamiz. Dehqon akalar, akajonlar, duoda bo'linglar. Xudo xolasa duo qilib turasizlar. Inshaalloh hammasini bilganimizcha o'rgatib boraveramiz, video qilib boraveramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.